الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ning 74-oyatiga keldik. İlgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning sifida shunda bir kishilarning borligini bizga xabar qildiki, bu kishilarning qalbida nifoq o'rnashgan kishilar. Yani haqiqiy mu'min emas, haqiqiy iymon o'rnashmagan. Bularning tüp alameti mu'minlar shunda bir cho'ng sinoqlarga duch kelgan vaqtda, urush maydonlariga duch kelgan vaqtda, büyük cho'ng ishlarga duch kelgan vaqtda bular keyniga chekinib oladi. Va natijada agar mu'minlar shu qatimliq ishida mag'lub bo'lsa, hanim bo'lsa, mu'minlarning safida bo'lmabdi ekanmi, bo'lmasa ularkanmi degandek ifodalarni bildirsa, agar mu'minlar g'alaba qilib qolgan ahvol ostida koshki menmu shu g'albining mevasidan ussam-chu, shu shon sharafga erishsam-chu, shu g'animat erishsam-chu degandek bir xil ifodada bo'ladi. Bularning maqsadi mu'minlar bilan bir safda bo'lish yoki mu'minlarga chaqirtish yoki mu'minlar bilan bir munosabat emas, balki o'ziningki mutlaq zarardan saqlanib, mutlaq manfaatga erishish qo'ydi bo'lganligi haqida bizga oldin ola xabar berib, o'zimizning safidagi kishilarni ko'nglimizda ma'lum darajada turga ayirish kerak ekanligi. Navbat kelib qolgan vaqtida bu xil tipdagi kishilarning qilgan qilmishi, keyniga chekinib olishlariningki bizning psixikimizga ta'sir ko'rsatmasligi haqida bizga bir nima immunitet kuchimizni oshirish uchun bir vaksina sog'an shaklda nima bergandi, ta'limot bergandi. Endi bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida urush qilgan odamning erishadigan mukofoti va bu urushning xarakteri haqida bizga qanaqa qilyotdi, tushuntirish berib davatdi. Astag'firu billah. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Undağandan keyin mesela iştavğaçqa ilgirki mazmunlar bilan bağlab turib Allah xitob qilyotdi. Dunyoni oxiratga tegishadigan kishilar, ya'ni dunyodagi jon, mal qatorliqlarni sarf qilish orqali oxiratdagi mangulik ne'matga erishmoqchi bo'lganlar Alloh yo'lida ursin. Alloh yo'lida kurash qilsin. Alloh yo'lida kimki urushib ya o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga buyuk ajr beramiz deyotdi. Endi oldi bilan oyat bir ifoda qo'llandi qarindoshlar. Biz mushu ifoda ustida biroz to'xtalamiz. Oyat qo'llangan ifoda shuki, hayoti dunyoni oxiratga tegishgan, oxirat badiliga qana qilgan bergan, hayoti dunyoning qarshiligida oxiratni olgan degan shaklda ilm, birim, setish ma'nosidagi yashruna degan fe'lni qo'llandi. Bilamiz, ilm setim bizning kundalik turmushimizda biz ehtiyojliq bir narsamizga erishish uchun ma'lum darajada
pul birimiz endi onunğa. Qadimqi zamanlarda pul muqimlaşmagan, pul turaqlaşmagan yoki qog'oz pul chiqmagan va shunga o'xshagan bir zamanning sharoiti, taqozosi asosan malni tegishadigan, narsa kerakni tegishadigan ahvollar bo'lishi mumkin. Shunda deb kichik vaqtlarimizda cho'nglarimizni shunda anglaytdik. Bozor turaqlashib, pul muqimlashgandan keyin bu yerda qimmatni o'z ifodalaydigan, qimmatni o'z ichiga oladigan bir pul birlik bo'ladi. Ya'ni kishi pulga erishdi degan gap, shu pul ustidagi son vakillik qilayotgan bir boylikqa, bir qimmatga erishdi degan gap. Ya'ni bizning yanchiqimizdagi mayli qog'oz pul yoki tanga pul olsin, bu bizga berilgan bir rizq, bizdagi boylik, ammo bevosita emas. Bevosita emas deyishimiz, chunki pul ne bevosita. Kim keygilolmaydi buni bilamiz, yegilolmaydi buni bilamiz. Pul orqali yeydigan, kiydigan va ehtiyojlik lozimatliklarimizga qanday qilamiz erishimiz. Bu noktadan pul bevosita bo'lmagan rizq boylik. Bunun vakillik qilayotgan ostidagi qimmat boylik bu bevosita manfaat. Bunga masalan setib olgan yemak-ichmak, setib olgan kiyim, setib olgan boshqa foydalanadigan narsalar bevosita bizga berilgan nim bo'ladi, rizq va bevosita qimmat boylik bo'ladi qarindoshlar. Endi shu ilm birim masalasida kishi o'ziga ehtiyojlik bevosita bo'lmagan degan gapni tushuntirishimning sababi, ya'ni pulning bir vositalik narsa ekanligini, vositalik. Biz pulning vositasi bilan bizga haqiqiy ehtiyojli qo'ygan narsaga erishadiganligimizni ifodalamoqchi. Ya'ni bu orqali Qur'onda Allah mu'minlarninki dunyodagi hayoti va dunyodagi hayotda qiladigan ishlari badaliga erishadigan mukofotni ko'p hollarda shu ilm, setim, tijorat ifodasida ifodalaydi Qur'oni Karimda. Men bayatdan pulning qimmati, uning bevosita rizq emasligi faqat vosita ekanligi. Ya'ni qimmatning vositasi ekanligini tushuntirish orqali shuni demoqchiki qarindoshlar, Alloh Qur'onda ifodalagan bu xil ilm setimlardan biz shuni tushunamizki, dunyo bizga nisbatan mangulik hayot va asosiy nishon, bevosita mukofotga boradigan bir vosita, xuddi pulga o'xshash. Biz dunyodagi hayotimizni, dunyodagi mol mulkimizni, bütün imkoniyatimizni, vaqtimizni, bizga berilgan hamma narsani xarjlash orqali qarshiligida jannatdan iborat va jannatdagi nozu ne'mat bizga berilgan mukofotdan iborat mangulik va bevosita bo'lgan rizqqa qanday qilamiz erishimiz qarindoshlar. Bu xildagi ifoda Qur'oni Karimning ko'p yerlarida tilg'ilingan. Masalan, sura Tavbaning 111-oyatida nima deydi? Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul jannah. Alloh mu'minlardan ularning mollari badaliga, jonlari badaliga, ular jannatni berish badaliga mollari va jonlarini setib oldi ifodasi qo'llanilgan. Ya'ni demakchi o'niki mu'minlar jonlarini berish orqali, mollarini berish orqali jannatga erishadi demakchi. Onda boshqa shu oyatning o'zida yana fastabshiru bi bay'ikumul-lazi bay'atum bihi. Sizlar qilgan bu savdolardan xush xabar olinglar. Ya'ni bu savdo nihoyat foydasi bor. Savdo bu, foyda chiqadigan savdo ifodasida mu'minning vazifasini bu shaklda ifodalayapti. Sura Fatiraning 29-oyatida yarjuna tijaratan lan tabur. İnsanның, mu'minning dunyodagi hayotini tijorat, savdo shaklda qanday qilyapti ifodalayapti. Endi biz Qur'onda bizning hayotimiz bir tijorat shaklda ifodalangan bo'lg'achqa, qilayotgan butun ishlarimiz savdo shaklda, ilm berim shaklda ifodalangan bo'lg'achqa, biz bu yerda selishtirishimiz kerak. Biz to'laydigan pul qaysi va bu pulning qarshiligida, shuni to'lagandan keyin erishadigan narsamiz qaysi? Bizning pul davatqinimiz, ya'ni bizning to'laydiganimiz dunyodan iborat va dunyodagi bizga oid bo'lgan, bizga berilgan imkoniyatlarni xarjlaymiz. Jonlarimizni xarjlaymiz qarindoshlar.
mallarimizni xayrlaymiz. Texmi cho'nqurlab kelsek, hayotimizni, vaqtimizni, kuchimizni, bizga berilgan butun imkoniyatlarni o'zimiz mangan bu da'vo yo'lida, bu yo'lda xayrlaymiz. Şunlaşqa bunun ismi dünya. Dünyanın dünya deb atılışı Arapçada. Yani dünya iki xil ma'noni ifodalaydi. Birisi yaqin ma'nosida, yani birisi tuvan ma'nosida. Yani biz beradigan badal, biz xaylaydigan pul erişidig'inimizga qaragan vaqtida tuvan bo'ladi. Nima uchun tuvan bo'ladi? Balkim dunyoni biz u qadar ko'p nazu ne'matlar bilan o'lchishimiz mumkin. Dünyanın o kadar tarixi bilan ölçüşümüz mümkün. Neçe ming yillik dünya bu. Ama her kişiye nispeten o dünyadaki bütün naz nimetler o kişiye nispeten ölçülmez. Belki bir adamınki erişidigini şu adamın hayatidikisi ve imkaniyetidiki buludu. Mesela men yoki boshqa insonlar deyli, o'ttir hisob bilan normal insonlarda berilgan statistikalarga ko'ra 60, 70, 75 atrofida o'rtilishidi. Belki bundan azroq yuqorida biraz tön tuyaga shunchalik derecede yaşaydı insan. İnsanınki 15-16 yil atrofida, yana boshqalarga tayinib yashaydigan, ota-onasiga tayinib yashaydigan, uyg'unadigan bir davr va bu davrni insonninki hayot dunyodan inson shaklda foydalanish davrida hisoblangan, chunki bu vaqtda hech qanday qaror o'zining qo'lida bo'lmaydi, hech qanday fikr, shaxsiy fikr olmaydi. Bütün işlerini ata-onasi o'rinlashtiradi, bütün lozimliklarni ata-onasi ta'minlaydi, hatto qarorini kim beradi? Ata-onasi beradi. Qachonki inson o'zining mustaqil qarorini berib, balog'atga yetib, yo'q, men ma kiyimni kiymayman, menga yoqmadi, ma ishni qilmayman, men buni yoqtirmadim degan qarorni o'z og'zidan chiqarganga qadar insan dünyada menfaatlangan bo'lmaydi. Tam şu vaqtdan tortib oxirgi hayotigacha hisoblasak, insonning umri nihoyat qisqa. Bu inson bu dunyodagi ko'zimizga ko'rinayotgan ajoyib hashamatlik nazu ne'matlardan yana insonga beriladigan imkoniyat az. Bu nuqtalardan qarg'an vaqtimizda hayot nihoyat kishiga nisbatan nihoyat cheklik, hayotda erishadigan kishiga nisbatan intayin cheklik. Erişelse, setib olgan bir uyga erişidi, 2 egizlik yoki 3 egizlik bir mashinaga erişidi, ya onundan cho'ngroq bir cho'ng villaga erishishi mumkin. Shu shaklda bo'ladi hamdi. Ya'ni bu dunyo bizga nisbatan qancha hisoblasak cheklik. Uning ustiga zamoni bor. Cheklaydi duqya insonning hayoti o qadar ko'p berilgan hayot emas. Va ko'p berilmagan bu hayotning ichida bizning huzurlanadigan erishidig'inimizni ham cheklikda erisha olsak, muşu çeklik hayatımızı biz erişidigan cheksiz hayatga sirishtirgan vaqtida ve u yerda bizga beriladigan mukofotga sirishtirgan vaqtida masodidagi bizning o'taydigan pulimiz bilan erişidigan narsamizning o'tirida favqulodda cho'ng farq bor. Bu nuqtadan agar bu sodini qilib qolsak ve bu sodimiz muvaffaqiyatli tutib bizning hayot dunyodagi qilgan qilmish yoki etmish yoki batilgan badallarimiz qabulib, e'tirof qilinib va bizga buning qarshiligida mukofot berilib qolib qolsa, biz bu sodida foyda olgan bo'lamiz. Endi Alloh subhanahu va taolo biz bilan mush sodaga kiradi. Biz bu sodni Alloh bilan qilyapmiz. Biz Alloh talab qilgan bir narsalarni birimiz, ya'ni ishlarni qilamiz. Alloh uning qarshiligida bizga mukofot beradi. U yerda bizning qiladiganimiz nima? Bizning qiladiganimiz nima? Va qilgandan keyin erishadiganimiz nima? Bu nuqtalarga kelgan vaqtida men bayatdan buyon nurg'un misollar orqali ba'zi masalalarni tushuntirish jarayonida sizlarga balkim oydinlashgandi. Masala gap bilan bo'ladigan masala emas. Masala nima desa, mu'min bu dunyoda mu'min degan ismga erishish bilan bir qimmat qarash sahibi bo'ladi. Bir yo'l sahibi bo'ladi, bir prinsip sahibi bo'ladi, bir jamiyat sahibi bo'ladi. Ya'ni mu'min men iymon etdim degandan keyin shundoq bir omonatni ustiga olgan bo'ladi
ve amanatni üstüge aladigan bir cemiyetning qurg'uvchisi bo'lib o'rtaga tushgan bo'ladi. Bu cemiyet qanday cemiyet desa, birinchi qilib her adam üstüge tushgan amanatni eng mukammal shaklda saqlash talab qilingan bir cemiyet. Her adamdan bu cemiyet uchun üstüge tushgan vazifani ado qilish talab qilinadigan cemiyet ki kishining qon teri badliga yashamasin. Kishini sümamisin. Kishining haqqiga kirmasin. Kishiga zulm qilmasin. Bu xil cemiyet mu'minning ustiga qurish vojib bo'lgan, vazif bo'lgan bir cemiyet. Men mu'min degandan keyin mush vazifani ustiga oladi. Biz bu mudavir cemiyetni gapini qilib qoldik. O'ylab baqayli bir mu'min musulmon emas, hayot dunyodagi qaya ko'rib, normal bir cemiyet ko'rib, agar mush taklifni birib qolsak, normalda. Shunda bir cemiyet bo'lsin ki, bu cemiyette hamma adam ustiga tushgan vazifani ado qilsin. Kishining haqqiga kirmasin, kishiga zulm qilmasin. Hamma odam bab-barobar shaklda qilgan ishiga tushliq yashasin desa, qabul qilmaydigan hech qanday bir odam bo'lmaydi. Dal mu'minning vazifasi bu xil shakldagi jamiyatni qurish va jamiyatdagi har odamning ustiga tushgan vazifani ado qilishga kapolatlik qilish. Qachoniki ado qilinmagan vaqtida bu yerda bir egizpaslik chiqdi. Bir sado qildi, bir sado qilolmadi. Ado qilmadi. Ikkisiningki vazifasini ado qilish nuqtasida egizpaslik chiqdi degan gap erishadigan narsa haqida egizpaslik chiqdi. Shu vaqtda hukm o'rtaga tushadi va bu hukmda adolatni turg'izish mu'minning ustiga vazifa. Ondan keyin bu nuqtadan keyin bu jamiyat o kadar bağlangan jamiyat olsunki yimirilmaydigan. Bunun için İslam nimaga buyuruydu mu'min desa, nokta merkezlik bir münasebetni chingatish, munosabat bog'lashga buyuruydu ki, ota-onasiga yaxshilik qilish, tuqqanlarga yaxshilik qilish, yetim, yesir, ega chaqsiz miskinlarga yaxshilik qilish. Bu şekildeki cemiyet kurdavatıdır. Hem de oylap bakayla qarindoshlar. Men yuqorida tilga olgan juz'iyatlar, taraflar bilan sifatlangan adolatlik, omonatlik ve birisi-birisiga o kadar silah rahmi qiladigan bir jamiyatning qurilishi. Bundan mı adil jamiyat olamdi? Anikin bu xil jamiyatin kim rahatsız oldu? Bu xil jamiyatni qurish uchun kim qarshi turadi? Qurishda. Desa, her adam o'zining ustidagi vazifani ado qilsin, boshqalarning haqqiga kirmasin, boshqalarning qon ter badiliga o'zi yashamasin, boshqalarni sumamisin degandan keyin dal mushishni qilolmaydiganligini qarshi turadi. Boshqalarning qon ter badiliga yaşavatqanlığı qarıştırdı. Başqalını sümürvatqanlığı qarıştırdı. Onda oğandan keyin mu'min rüsuftu bilan maşta bir jamiyat qurish vazifasini ustiga olgan kishi va maşta bir jamiyatni qurish uchun tirishadigan kishi va bu jamiyat qurildi, adl adolat yurgizildi, omonat hammasi joyida ado qilindi va buningga qarshi bir guruh o'rtaga chiqadiki, maşta adolatdan va omonatdorlikdan zarar ko'rishadigan. Başqalarını sümürvatqan, başqalarına zulüm silavatqan, başqalarının haqqını yavatqan bir top kişiler bununla qarşı çıqıdı. Dal muşu vaqtning özüde bu jamiyatning muşu tartibini qo'g'dash uchun, muşu adolat intizomini qo'g'dash uchun ularga qarshi turish to'g'ri keladi ki bu vazifani ham mu'min ustiga oladi. Mana mu'minningki jannat badiliga cennet karşılıkında öteydiğen pulusi, öteydiğen bedeli muş cemiyetini qo'g'dash uchun, cemiyetteki Allah bizge üstümüzge yüklayotgan heliqi tüzümünü qo'g'dash uchun, omonatdorlik tüzümü, adalet tüzümünü qo'g'dash uchun bu urushga kirish mu'minning cennet uchun to'laydigan bedeli. Yani urushga kirish. Endi urushga kirgandan keyin mutlaka ikki ishning birisi bo'ladi. Mutlaka ikki ishning birisi bo'ladi. Ya g'alaba qilsa, jamiyatning tartib tuzumi qo'g'diladi. Yoki o'ldirilsa, shahid bo'lsa. G'alaba qilgan
bizning nazarimizda tushunishlik uchun hammaning qalbini inson bo'lishini yaxshi ko'ramiz. Maqsad muddaimizga yetamiz, nishon ko'zlagan nishonimizga bora olamiz. Va o'ltirilgan odamchi desa, biz yuqorqi ishlarning hammasini nima uchun qilyotdik? Iymonni nima uchun aytgan? Hayotimizni nima uchun Allohga bag'ishlagan? Hayotimiz nima uchun bu xil tuzilma, bu xil jamiyat shakllantirish uchun bag'ishlagan? Nima uchun u qadar tirafatayotgan desa, faqat jannat uchun. Jangda o'ltirildi degan gap bizning bosadigan butun masofamizni qisqarib boradigan nishonga tizlam yetib bordik degan gap. Shunga qarindoshlari, urug' tuqqanlari shahid bo'lib ketganlar, janglarda o'lib ketganlar qattiq ham qilmaslik kerak agar masalaning mohiyatini tushunsa. Chunki hamma bilan ketayotgan nuqtaga bizning oldimizda qisqa musofa bilan ketib qana qildi, erishdi. Agar uningki shahid bo'lgandan keyingi hayotining bizdan go'zal, Allohning nazarida rizq berilayotganligini, bizdan tirik ekanligiga haqiqiy shak shubha yo'q agar qana qilsak, ishonsak. Ba'zi kishilar deydi, shahidni tirik Allohning nazarida, Allohning qishida rizq berilayotdi desa, xuddi qabrisini ochib baqsa tirik chiqishi kerak tikidek. Ya Qur'onda shahidning sifati Allohning qishida tirik dedi. Allohning qishida rizq berilayotdi dediki bizda. Hayoti dunyoda emas u. Onun dunyosi boshqa dunyo. Biz yashayotgan dunyo boshqa dunyo. Bu nuqta to'g'ri tushunilishi kerak. Ya'ni Allah subhanahu va taolo mu'min bo'lib, islomga kirib, iymon sifatini olgan odamlardan nima talab qildi desa, mashta ustiga tushgan omonatni ato qilish, adolat turg'izish va shunda jamiyatni qurish va bu jamiyatning tuzilmasini qo'g'dash va bu jamiyatdagi fasodchilikdan, chiriklikdan, yomonlikdan foydalanayotgan kishilarga qarshi turish, jamiyatning omonligini buzmaslik uchun qarshi turishdan iborat bu vazifani talab qildi xolos jannatning qarshiligida. Bilimiz Payg'ambar alayhisolamdan ilgirki payg'ambarlarda urush degan narsa yo'q. Ilgirki payg'ambarlarning vazifasi nima? Qavmiga risolatni yetkazish, ularga yetakchilik qilib mengish. Shu iymon aytsa aytgan bo'ldi. Aytmasa osmondan bir jazo, masalan, shamol, chaqmoq, ovoz, yerning ko'mtirilib ketishi, to'ponda g'arq bo'lishga o'xshash jazolar bilan jazolanib tugaydi. Ammo Rasulullohga kelgan vaqtida prinsip biroz o'zgardiki, iymon etmaganlar osmondan kelgan unda tabiiy obatlar bilan jazolanmaydi. Ummati Muhammadiyada jamiyatning amonligini, jamiyatdagi ilohiy tuzilmini, bu yo'lning tartib qoidasini mu'minlar saqlaydi. Ammo shu mu'minlarningki navbat tikib qolsa, urush qilish darajasigacha berish bir nimasi bor, o'rni bor. Ya'ni avval tushuntirdi, masalani oydinlashtirdi, til orqali qula, ang oxirida zodi qarish taraf qoral ko'tamisi to'xtamaydigan, buzg'unchilik qoral ko'tamisa tuzalmaydigan, fasodchilik qoral ko'tamisa yo'qitilmaydigan darajaga borgan vaqtda qoral ko'tardi. Hatto shu qoral ko'tarib urush qilishni mu'minlar o'z jamiyatidagi ahvollarga ko'ra talab qilgan vaqtida andan mumkin bo'ladigan ahvol. Masalan, Banu Isroilda urush yo'q bayatligini burun payg'ambarlar. Lekin Banu Isroil o'zi talab qilib, masalan, ilgirki oyatlardan o'tdi. Bu Sura Baqaraning 246-oyatida bu tasvirlanadi. Alam tara ila al-mala'i min bani Isroila min ba'di Musa iz qalu lin-nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bizga bir qo'mondon podshohdan birini qilib, o'zining payg'ambariga shu vaqtda Banu Isroil biz Alloh yo'lida urush. Buni o'zi talab qildi. Chunki atrofidagi ahvol shuni taqozo qilyotdi. Chunki dunyoning qonuniyati bu. Yomonlik, fasodchilik eng yuqori chekda qoral orqali bosilmasi yo'qitilmaydi. Amaliyot atrofga qarab baqsaq, atrofimizdagi butun davlat o'zining davlatining qonun prinsipini, davlatining butunligini, egilligini qoral orqali qo'g'daydi. Bu aqlli savod bu. Payg'ambar alayhisalom vaqtida hatto sahobalar Rasulullohdan talab qildi hatto. Nima deb? Urush qilma, o'zimizni qo'g'daylik deb. O'zi normal hayotga erishamidi ular. Boshqalar tarafidan haq-huquqi dafsanda qilindi, zulm qilindi, ammo shu vaqtda ruxsat qilinmagan dastlabda.
Peygamber aleyhisselamның ümmeti başkalardan farklı qoğaçqa Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki ümmetini azablığandaki asman azabı bilen azablamadı. Şoňa Sure Enfal'nınki 33. ayette ve ma kana Allah li yu'azibahum ve ente fihim. Sen ularning arasından bolgan muddetde ularni Allah kan azaplamay. Amma mu'minlerge öz vaziyeti, öz cemiyeti, öz etrafınınki tüzülmesini qoğdaş, özünün hak hukukunu qoğdaşda üzüge tayinişini üstüge çıpı kıldı ki deslepte sahabeler Resulullah'ın talep etti, yak dedi. Buyruq gelmegechke. Andan keyin ular ruxsat qilindi. Andan keyin urush qana qilindi, farz qilindi. Ba'zi mush nuqtalardan keyin manda bir nuqtani alohida eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Islomning dushmanlari islomni ayiblash uchun bu degan o'zining prinsiplarini, tuzilmasini qilich orqali, qurol orqali, kuch orqali boshqalarga tangdigan mashtaq bir. O'ylab boqaylik bu yerda islomning dastlabki boshlanish boshqacha bir ko'z yugurtganimizda Peygamber aleyhisselam Kureyş'ten çıkan. Hem öyle bilimiz. Kureyş Arap yarım aralıdaki en güçlü kabile. Kureyş'e hiç kanday kabile çıkılanmaydı. Kureyş'nin Suudiyaları, karvalları hatırcam bir şekilde Cenub'a, Şimal'a kılıdığan seferlerini kanaklıkta kılıyordu. Çünkü Araplarının hemmesi Hac vaqtida Beytullah kıldığan boğaçqa Kureyş'e çekilip koysa aya kelgandan intikam elinishdan qo'rqatdi. Endi Resulullah Kureyş'ten çıkıp eğer Kureyş kabilesi Peygamber aleyhisselamını qo'llab şu vaqtda Resulullah'ın ki peygamberligi, davası, daveti şu arqali kuchlanib taqalgan bolsa, texmi bunday gapdan qutlanmaydik ki Kureyş bütün Arap yarım aralığını qo'lga kirgizish uchun arasından peygamberinin birini chiqarib, mashta qildi. Ammo reallik Resulullah'a tunji qarshi chiqqanlar o'zining qabilasi oldu. Resulullah'ın bu davası bu yılı Mekke'den terakki kılmadı. Belki Mekke'de peşine götüremedi Müslümanlar. Özünün normal hayatını mı yaşayanmadı ola. Özünün bir kişilik hukuku mu yaşayanmadı. Belki Resulullah'ın ki bu yılı devlet şekilde Medine'de çaknap çıktı. Ve bu devletke qarşı çıqqanlar del Araplardaki en güçlü kabile Kureyş oldu. Resulullah'a ergeçkenlik kim oldu? En acizlemler. Hatta kullar. Özünün cemiyette bir kişilik mi? İnsanlık hukuku erişemeyen kişilik ana kıldı? Ergeçti. Nime için şunda oldu dese? Allah subhanahu wa ta'ala şunu ispatlaş için ki bu din hakikat ile güçlük, etrafdaki levellen emas. Bu din özünün hakikat bilen güçlük ki etrafdaki insanların güçülen emas. Muşu noktada Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyaya qanday qilib qo'yish, bildirib qo'yish uchun ahvol shunday shaklda o'rinlashildi. Bu noktalarni biz Ömer radhiyallohu anhu'ningki Sura Qamar'dagi sayuh zamul jam'u ve yuhalluna dubur degan bu oyatni anglagan vaqtida Senesimuhu alal hurtum degan oyatni anglagan vaqtda bu ikki oyatda Qurayshlarninki mag'lub bo'lganligi, mu'minlarninki g'alaba qiladiganligi bishorat berilgan oyat. Umar radhiyallohu anhu shu vaqtda deydi, bu mag'lub bo'ladigan qaysi to'p bu? G'alaba qiladigan kim? Biz o'zimizni mi saqlayolmasak, o'zimizning haq huquqiga ega ololmasak, ma şekilde ifade bildirdi. Bu nimani ifodalaydi desanglar, mu'minlar Mekke'deki şu vaqtning o'zida o'zini qo'g'dug'uchilikmi nima yo'q, kuch yo'q demekçi. O'zini qo'g'dug'uchilikmi kuch yo'q. Aşu qo'g'dug'uchilik kuchi yo'q holatdagi bu bishorat haqiqatninki bu dunyodagi g'alaba qilish prinsipini, qonuniyatlarini bizga qanday qilyotdi deb beryotdi. Ya'ni Ba'dan demoqchi o'g'lim shuki, bir kishi bir haqiqatga ishongan bo'lsa, bir haqiqat kirgan bo'lsa va uni o'zining hayoti uchun qimmat qarash prinsip qilib yo'l belgilab mangan bo'lsa, buning uchun hamma narsani ataydi. Agar u odam haqiqiy ishongan bo'lsa, bu yo'lda birishga tegishlik butun qurbonligini beradi. Jinini beradi, melini beradi, hatto yurtini uning uchun tashlaydi, hatto janglarga kiradi, öldürülüdü. Bunun hemmisini düşünürse, menvatkan bu yolu üçün ve yoluğa işengellik üçün. Şuna aşkı dikkat kılınızda, bayatın Ömer radıyallahu anh'ın gipini anlap öttük ve onun aldıda ben dep öttüm.
bu yo'lga ergashganlar tunji qilib nomod odamlar. Hech nimasi yo'q odamlar. Eng ojiz odamlarki, buningki aslo boshqa narsadan tamoyi yo'q. Faqat mushu yo'lda minishdan boshqa hech qanday. Ammo bir yo'lda minayotganlarning haqiqiy chin ko'ngildan bu yo'lni mening hayotiy yo'lim, bu yo'l mening prinsipim deb mangmaganligining alomati nima desa, ular u yo'lga ma'lum bir dunyoviy manfaat qarshiligida kiradi. Uning uchun badal to'lamaydi, balki oladi. Uning uchun bermaydi. Hayotini bermaydi, undan hayot qilishmoqchi bo'ladi. Melini bermaydi, mal qilishmoqchi bo'ladi. Mana bu ikkisining o'rtasidagi nima farq? Endi mu'minlar bu yo'lga ash shaklda kirgan. Va bu yo'lning qo'g'dilishini uchun hamma narsani atgan kishilar o'g'achqa deganimdek Rasulullohning ya Rasululloh bizga izni qilsa biz urushili. Payg'ambar sollam sabr. Men urush qilishga qanday qilmadim? Burilmadim. Bu bir jamiyat top shakllanishga boshladi. Bir top bo'ldi. O'zining yashaydigan bir hayoti lozim har qanday insonga, ya'ni o'zi xohlagan bir qimmat qarash bilan yashaydigan bir hayot lozim. Bu hayotni boshqalar yashab qo'zmayotdi. Qanday qildi bular? Madinaga bordi. Madinadan bularni aramada qo'ymadi. Tabiiyki bu yerda sürkilish chiqishi mutlaqo. Nimishqa hayotning qonuniyati shuki, hayotda yaxshilar bilan yomonlar o'rtasida mutlaqo bir sürkilish bo'ladi. Va bu sürkilish orqali yaxshilar yomonliklarni yo'q qilib, jamiyatning tartibini asliga keltiradi va jamiyat bu shaklda sog'lom, normal taraqqiy qiladi. Qur'on buni deydi, Sura Baqara 251-oyatida: "Va laula daf'ullohin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard." Agar Alloh ashta kishilarni ba'zi bilan dafi qilmaydigan bo'lib qolsa, mazmun bozilib ketdi. Fasodchilik, chiriklik qilayotganlarning oldini to'sadigan odam bo'lmasa, ularni to'xta deydigan odam bo'lmasa, ularning fasodchiligini yo'g'ishtirib, ya'ni qaytadan intizomni tartibga soladigan odam bo'lmasa, hatto eng muqaddas hisoblanadigan ibodat o'rinlarini saqlanmaydi. Davotida Sura Hajning 40-oyatida: "Va laula daf'ullohin nasa ba'dahum bi ba'd." Agar Alloh ashta bir daf'i qonuniyatini, yomonlarning yomonligini yaxshilar bilan to'xtatadigan, yo'q qiladigan prinsipni o'tirg'a qo'ymasa, hayotga qonuniyat qilib, lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masjidun yuzkara fihi ismullohi kathira. Allohning ismi itilganadigan butun ibodatxonalarni saqlamaydi. Hammasi yiqilgan bo'ladi. Hatto ibodat o'rinlari qish ta'sir etadi. Ibodat o'rinlari odatda normalda har qanday jamiyatda eng manfaatdan xoli qolgan bir o'rin, eng muqaddas o'rin hisoblanadi. Hamma buzilsa-mu bu buzilmaslik kerak, hatto mushama qanday qildi, yiqildi. Demak, qonun shunda bir qonuniyat borki, yaxshilar bilan yomonlarning o'rtasida mutlaqo bir nima paydo bo'ladi? Surkilish paydo bo'ladi qarindoshlar, mutlaqo. Ya'ni chunki gapni biroz boshiga qana qilish kerak, qaytirish kerak. Mu'min bo'lish sifati bilan, ya'ni mu'min degan bir ismni shunda erishdimi? Mu'min degan ismni ustida ko'tarib mangdimi? Bu mu'minning bir ustiga olgan bir amonat bo'ldi. Biz necha qitimliq darsimizda deb o'tdik. Zaminda insonning boshqa hayvonlardan farqli bir tarafi bir amonatdir inson. Bu amonatni tog'ma og'ili o'nimida, osmon zaminni og'ili o'nimida hech qaysisi, unda o'g'andan hech qaysisi unda insonga o'xshash alohida farqlanadigan imkoniyat berilmadi yoki aql berilmadi. Boshqa hayvonlarmi shu ular aql berilmadi. Faqat insonga mushu amonatni ustiga oldi. Zamindagi mushu tartibni saqlash, mushu prinsipni saqlash amonatni ustiga oldi deganligi ustidan insonga aqldan iborat va tanlashdan iborat büyük ne'mat ato qilindi. Aql yo'q insonni bilimiz sarang deyiladi, unga hech qanday so't yo'q, so'roq yo'q. Uning qilgan har qanday ishidan hech kim nima emas, mas'ul emas. Aql insonni butun hayvonlardan, butun jonliqlardan farqlantirib turgan bir narsa. Insonga nima uchun butun hayvonlarga, butun jonliqlarga berilmagan bu aql va bu tanlash ixtiyorlik, ya'ni uni qilaymi, buni qilaymi ixtiyorlik insonga beriladi. Chunki inson bir vazifa egisi. İnson bir vazifa egisi. Endi bu gap bilan ilgirgimizning qanday munosabati bor qarindoshlar desa,
insonda shunday bir tanlash erkinligi bor. Qilaman, qilmayman. Hatto iymonga kiraman, kirmayman deydigan bir tanlash erkinligi bor. Dal Allohning iroda qilgan nima desa, ziminda shu erkinlik kapolatiga qilinish kerak. Ya'ni men tanlay olishim kerak yani. Har odam tanlay olish kerak. Men dinga kiraman, kirmayman deb. Din dal buni qo'dash uchun keraklik. Ma din, la ikraha fid din. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Shunga islomni qilishdan taraqqiy qildi deydiganlar buni obdan tushunish kerak. Islom asosiy maqsadi erkinlikni tashabbus qilish. Har odamning dinga kirish, kirmaslik erkinligi bor. Islom tashabbus qilish insonning vazifasi mush erkinlik, erkin nuqtani qana qilish, himoya qilish. Yani bu yerda bir meydan o'qish bor. Din o'ziga o qadar ishonch qiladi-ki, buning haqiqat ekanligida shak yo'q. Kishilar agar erkin qo'yitilsa, hech qanday to'solg'isiz qo'yitilsa, mutlaqo bu dinga ergishdiganligi aniq. Va dinning maqsadi nima desa, mashta dinga ergishdiganlarning yo'lini to'sadiganlarni yo'q qilish. Dal mush nuqtada andin keyin nima keladi? Urush masalasi o'rtoq keladi. Hatto o'ylab boqaylik. Islom o'zining territoriyasida yashayotgan musulmon emaslarga normal hayot beradi. Normal fuqarolik huquq beradi uningga. Musulmonlarga xuddi zakat, baj kelganidek, ularga jizi ismida, xuddi musulmonlar zakatni to'laydi ya, ular jizi ismida o'xshash bir fuqaro o'tashga tegishlik vazifasini ustiga o'taydi. Bu shaklda bu islomning adolati. Hatta islom sirtidagilarga erkinlik tashabbus qilgandek, o'zining davlatining, o'zining jamiyatining ichidagilarga hatto erkinlik beradi hatto. Endi oyatning o'ziga kelganimizda Allah yo'lida dunyoni oxiratga, dunyoning badiliga oxiratni setib oldiganlar urush qilsin degandagi urush dal mushu erkinlik sistemasini qo'g'dash uchun bo'layotgan urush. Bu yerdagi qo'g'dashga tub masala Allohning kalimasini ustun qilish. Chunki dedik ya, islom o qadar o'ziga ishonch qiladi-ki, erkinlik kapolatiga qilinganda mutlaqo Allohning kalimasi ustun bo'ladi. Agar urush Allohning kalimasini ustun qilish emas, boshqa bir maqsadda tarabbaslik masalan va undan boshqa mal dunyo va bu degandek biz yuqorida bayon qilib o'tgandek buyuk g'oya, nishon, bu yo'l va manhaj, prinsip uchun emas, boshqa maqsadlar qolsa, vaqtda Allohning rizoligi qolmaydi. Vaqtda boshqa yo'lda ta shaytonning yo'ldimi qanaqa qilib bo'ladi, urush qilib bo'ladi qarindoshlar. Endi mashta urush qilish deganimda qaytib ta'kidlab qo'yay, jamiyatdagi shu xil tuzilmani qo'g'dash, kishilarning e'tiqod erkinligini, tanlash erkinligini qo'g'dash va jamiyatda tuzilgan omonatdorlik va adolat sistemasini tuzilmasini qo'g'dash uchun urush qilinadi va bu urushga kirganlar ikki xil natijani kutib oladi. Mu'min bilan g'ayri-mu'minning o'xshamaydigan tarafi dal mushiyada urushda. Mu'min urushga kirib o'ldirilsa, tam istagan maqsadga eng tez fursatda qisqa masofa bilan ketgan bo'ladi. Ya'ni u dunyoga, jannatga. G'alba qilib qolsa, uning hammadan g'alba ekanligini, uning qanday bo'lib yaxshilik ekanligini hammadan tushunamiz. Hech kimning mag'lub bo'lg'isi yo'q, hech kimning o'ldirilgisi yo'q, hammadan g'alba qilg'isi va bu masala aniq. Ya'ni mu'min ikkala holda, o'ldirilgan holda yoki g'alba qilgan holda mu'minning erishadiganini yaxshilik qiladi. Ammo kufarning erishidigani uchun tam nimasi aks bo'ladi. Mushu nuqtadan mu'min nimani isbotlaydi urushga kelgan vaqtda desa, o'zining yo'lida rostchilik ekanligini isbotlaydi. Mengayotgan yo'lining jinini berishga arziydigan yo'l ekanligini kishilarning oldida jagolig'anlik qiladi bu. Men jinimni beryapman deganlik qiladi bu yo'lning rostligiga. Men qinimni oqtiryapman degan bo'ladi bu yo'lning rostligiga guvohlik qo'ygan. Bo'lmasa qalbini qanoat qilmagan odam kirmaydi bu yo'lga. Urush qilmaydi.
Sura Tövbe'ninki 52. ayetide "Kul hel tarabbasu bina illa ihdal husnayn." Dangi Muhammed aleyhisselam. Sizlar nimani kutyapsizlar? Faqat ikki yaxshilikning birini. Bayatda degandek, ya mu'minlarga qaratilsa g'alba yoki shahidlik. Düşmanlarga qaratilsa ya mu'minlarning qul bilan halok qilinib azoblanish yoki qiyomat kunisi. Yoki deganimiz bu yerda qanaqdir avu yoki mav deganlik emas. Agar dunyoda kafir g'alaba qilib qoldi degan taqdirdami, buning kutib oladigini qiyomat kunisi nim bo'ladi, davzax bo'ladi qarindoshlar. Ya'ni mu'min mushu nuqtadan o'zi hayot qilib qolsa bir yaxshilik, o'ltirilsa ham bir yaxshilik ekanligini bu yerda chin qalbining ishonadi. Buning uchun o'zining jenini pido qiladi. Bu mu'minningki bu yo'lda mangdigan nimasi haqiqiy rasullikning ifodasi. Endi oyatning oxirida mu'min ikki ishning biriga uchraydi, yo g'alaba qiladi yoki o'ltirildi deb bo'lib, biz ikkala holatda mu'minga büyük ecirden birimiz. Ayette kullanılan bir ifade var, sevfe ifadesi. Pat arada birimizde büyük ecir dünyada emas, nerede birildi? Kıyamet günü birildi. Çünkü Arapçadaki sevfe biraz oturda mesafe, bağlılıkını ifadeleydi bu bir. İkinciden nu'tihi ecran azima. Biz birimizde Allah subhanahu ve taala biz ifadesini kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah üzüge işletken ifadeler bazı yerde men dep kullanılırlık, bazı yerde biz dep kullanılırlık. Müfessirlerinin bir kısmı biz degen özünün büyüklükünü körüstüşün deydi. Teximi inçkilige vaktimizda bir iş halis, hiç kimden onun nispeten bir sebep mi? Dünya sebep dünyası ya. Sebep mi olmayan şekilde Allah subhanahu ve taala o yerge men ifadesini kullanıldı. İlahiyet babında, yani uluhiyet babında menni kullanıldı. Mesela inneni enallah la ilahe illa ene fa'budni. Men Allah, menden başka ilah yok. Man ibadet kıl. Bir de men ifadesi kullanılgan Sura Taha'nın 14. ayetinde. Anlakin ana ahtartuke fastami' lima yuha. Men seni talladım. Sana vahiy kılındığını anla. Vahiyge kulak sal. Sura Taha'nınki 13. bir de men ifadesi kullanıldı. Sura Fatır'ın 27. ayetinde elem tara ennallaha enzele mines semai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin. Kömdün mü Allah asmandan sunu düşerdi. Allah yani yalğızlık ifadesi var. Akhrajna bihi unulan biz meyvelerini çıkardık ya da köplük biz ifadesi var. Muşu ifadelerini Kur'an'daki men ve biz ifadelerini kanağa mulahize kılan vaktimizde Allah'a has, halis taraflarda uluhiyet bablarında nime çıkadı? Bütünley men ifadesi kullanılgan. Anlakin sebep noktasıdın bendilerinin onun nimesi var, sebep var noktalar. Mesela biz o yağmurla meyvelen, xilmi meyvelen çıkardık degan yerde, şu yağmurdan soğurulup kişiler onun sebep kılıp teriydi, mesela köçet tüküdü. Bu noktalarda kişilerin sebep noktasıdın bir iş hareketleri olga çıkar. Çünkü bu yerde biz degan şekilde kullanılgan buluşu mümkün. Vallahu a'lem. Ayetteki nu'tihi ecran azima deganimiz biz büyük ecir birimiz ifadesi bir yerde bendilerninki bu yolda özünün cenini, melini kurban kılıp şehit olgan yoki tirik hayat qilib qolganlarninki özünün ceni, meli, bediliga qaramasdan jangga kirgan bir holatlar olgan shu nu'tihi deb ishlatgan bo'lishi mumkin. Vallahu a'lam. Onun için ecren azime, büyük ecir birimizde, büyük de sıfatlavatıdır. Hem öyle bilimiz, her bir iş, şu işte kırgıcının imkaniyeti yarışa vuruldu. Bir küçük oğuldan birisi gelip bir testek sağsa, o testekinin man kılıdığın tesiri şu küçük oğulun küçüğe karta vuruldu. Çoğun boksçunun birisi birini koysa, onun man kılıdığın tesiri şu boksçununki küçüğe karab buludu. Velillahil meselul a'la. Fakat mesela aydınlaştırıcı misal xıptavatımı. Allah subhanahu ve teala büyük kudret egisi. Allah subhanahu ve teala bütün şeylerin yaratıcısı. Allah hiç kimge muhtaç emas. Hemme Allah'a muhtaç. Mujna kudret sahibi olan Allah'ın biradigan ecri tabii ki o bizning xiyolimizdan, tasavvurumizdan muhal qilgan darajada büyük oludu. Şuna aşk Allah subhanahu ve taala bu ecrini büyük ecrden sıfatlavatdı. Vaqt münasebetiyle dersimiz müşahede toxtadı. Kila saatlik ders tekrar küçülməklə Allah'a emanet qıldım. Ve axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.